Navbatdagi avtomobilimiz Nexia 3, ikkinchi pozitsiya, mexanika korobka, 2019-yilda ishlab chiqarilgan, bosib o'tgan masofasi 133 ming yurgan. Mashinamizning holatlari bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, mashinamizga yumshoq balonlar taqilgan, New Max 10 turli diska balonlarda. Mashinamiz salon qismlariga keladigan bo'lsak, shumkalar qilingan, aroklar juda zo'r holatda turibdi, deflektorlari bor, yaxshi poliklar tashilgan, video registratori bor, ABS konditsioner, salon shina qilingan. Mejigar pultlari ham bor. Sidinkalari cho'kmagan. Patologlari chizilib, hidlanmagan, akkuratli holatda turibdi. Mashinamizning kraska qismiga keladigan bo'lsak, mana shu krilosi bilan kapotiga sepilgan, ustiga ichiga o'tmagan, lanjronlari, ustitlari butun o'zlari uchun bemalol proverka qilib tekshirtirib olsalaring bo'ladi. Mashinamizning narxiga keladigan bo'lsak, 99 million so'm deb belgiladik. Naqd yo avtokredit qilib beriladi. Boshlang'ich to'lovga keladigan bo'lsak, mashinamiz 2019-yil bo'lgani uchun 3 yilga 4 yilga chiqadi. 19 million 348 ming berilsa, oylik to'lov 3 million 319 mingdan chiqibdi. Bitta pasport evaziga. Kapital bank orqali 20 yoshdan 60 yoshgacha ish haqi kafil kerak emas. Qaytarib o'taman. Mashinamiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan, ikkinchi pozitsiya, mexanika korobka, bosib o'tgan yo'li 133 ming. Tannarxiga keladigan bo'lsak, 99 million so'm kami bor. Manzilimiz Prospekt, Almas Cafe ro'parasida, Jizzax shahrida. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, baraka qilib olib ketishlari mumkin.